Ayollarning erlarning tijorat ishlariga yordam berishi. Savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ayollar sirtqa chiqib erlarning tijorat ishlariga yordamda bo'lsa durustmi? Ustozning tafsili javob berishini so'rayman. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Aslida ayollarning ishlashi yoki tijorat qilishi cheklangan emas. Alloh taolo ilm setimni, tijoratni ergimi, ayolgimi o'xshash halol qilgan. Haq taolo aytadi: Alloh ilm setimni halol, jazonini harom qildi. Baqara surasi 275-oyat. Faqatla aranglarda qilishgan qo'lma-qo'l savdo bo'lib qolsa. Baqara surasi 282-oyat. Ey iymon etganlar, bir-biringlarning mollarini o'zaro nohaq yo'l bilan yeb olmanglar. Faqatla sizlar o'zaro rozi bo'lib qilishgan tijorat buning sirtida. Nisa surasi 29-oyat. Lekin ayollarning tabiatiga qarab tijorat ishlari bilan shug'ullanish ehtiyoji bo'lgan ahvolda bir qancha shartlarga rioya qilish lozim. Birinchi, kiyinish, yasinish, erlarga muomala qilish, yurish-turish, paranglashish, fitnaga sabab bo'lmaslik qatorliqlarda islom ko'rsatmasiga rioya qilish. Buningga asosan to'liq yo'ginib kiyinishi, atir yoki girim buyumlar ishlatmasligi, erlar bilan behuda parang, noz-karashmalik chaqchaq qilishmasligi kerak. Bu tijoratchi bo'lsin yoki odatdagi ayol bo'lsin, musulmon ayollarning hammasi birdek rioya qiladigan ishlardir. Ikkinchi, imitadigan, baqadigan, tarbiyalaydigan buvoq yoki sabiy yoki undan cho'ngroq farzandlar bo'lmasligi. Shundaqla erining tamoq, kiyim-kechak va boshqa ehtiyojidan to'liq chiqishi lozim. Bularning biri qamdalmay yoki chala qamdalib qolgan ahvolda uydan chiqib tijorat qilsa bo'lmaydi. Buvoq bola to'liq emitilishi, sut parashugi bilan ayol xizmatchiga yoki bog'chaga tashlab qo'yib tijoratga mangmaslik lozim. Sabiy bola parvish qilinishi, uyda yolg'iz qolib yoki maktabdan qaytib kelsa, issiq tomoq yoki mehr shafqat ko'rmay, mehri so'g'uq uyda birdam o'ltirib to'rxonaga yoki nachar do'stlarga aralashib yo'ldan chiqib ketmasligi lozim. Chunki ayolmi o'z uyiga, farzandlariga mas'uldir. Uchinchi, tijorat qilishga ehtiyoj bo'lishi. Ya'ni eri pul topolmaydigan yoki baqolmaydigan bo'lg'achqa, eridan boshqa uni baqadigan bir kimi bo'lmag'achqa, shu tijoratda qilmasa turmushda qiynalib qoladigan bo'lishi. Shuayb alayhisalomning ikki qizi qo'ylarni sug'urishga chiqib, qistilib, surgilib yurishni xohlamay, erlar padillarni sug'urib bo'lguncha o'z padillarini suvdan to'sib bir yoqda kutib turganda, Musa alayhisalom ularga hissashlik qilib, buning sababini so'raganda, Qasas surasi 23-oyatda ikkilan padishlar mallarni sug'urib bo'lmaguncha biz sug'armaymiz. Atimiz yesh cho'ng buvay deb javob bergan. Demak, ikkilan o'zlarining mallarni sug'urishga chiqishi haqida o'zlari bayon qilib, atimiz yashinib qolgan, boshqa odamimiz yo'q. Shunga biz o'zimiz chiqishga majbur bo'ldik degan. Ma'lumki, eri bor ayolning butun chiqimini eri qilib berish kerak. Undaq bo'lgan ekan, eri bor ayolning tijorat qilishiga nima ehtiyoj bor? Balkim maqsad ko'proq kirim qilishdir. Ammo inson oldi bilan yashamoqchi bo'lgan turmush saviyasini belgilab olib, andan ashu saviyaga yetish uchun harakat qilmay, kirimiga qarab yashashi, yotqiniga qarab put solishi lozim. Musulmon kishi Allohning taqsim qilib bergan rizqiga qanoat qilib, qo'liga kelgan rizqqa qarab turmushini o'rinlashtirishi, Allohning shariatiga xiloflik qilib, qonuniyatni ta'tir o'rib, har xil usulda kirimni avutishga tirishmaslik kerak. 4. Mahram bilan birga bo'lishi, ya'ni eri davomli birga bo'lishi lozim. Chunki tijorat qilish jarayonida turli tijoratchilar bilan uchrashadigan gap. Bularning ba'zilari tijoratga aralashtirib qalaymaqan chaqchaq, hayosiz so'zlarni qilaveradi. Bu diyorimizda har bir tijoratchi ko'z yummaydigan bir haqiqat. Mening tavsiyam shuki, ayol kishi eriga tijoratda hamkorlashmay, uyda o'ltirib eri tepib berganda xajlab, uyining huddasidan to'liq chiqishga tirishish kerak. Chunki hayotda hamma narsa pul emas. Turmushning moddiy safosini yaxshilash uchun farzandlar haqida bunchalar qurbonliklarni berib, kirmini avutgan bilan buning qarshiligida bu oilaning tortadigan ziyni oz bo'lmaydi. Vaqtini sirtda tijorat bilan o'tkazib, charchab uyga qaytgan ayolning eriga, farzandlariga qarata majburiyatini ado qilishi cheklik bo'ladi. Ana aldirash bo'lib, farzandlari ana mehridan bahramand bo'la olmasa, cho'ng bo'lganda benormal bo'lib chiqadi yoki texi oq chekimlik yoki boshqa xatarlik yo'lga ko'nib qoladi. Bu chaqda tijorat qilib topgan pullar kar qilmaydi. Shunga masalani bir butun o'ylash kerak. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvalar majmuasi 1-tom. 157 numurliq fatva.